videolarda ko'rganman. Rost ko'p oldini ko'tarib videolar qilgansiz. Shunaqa. Oke, meni podpislarimga bitta jigoyni ko'rsating. Hozirmi? Bitta. Hozir. Hamma joydan qilavermaydi unaqa narsa aka. Men podpislarim bor, like bilan bong'latib berishadi. Bitta qilib bermansiz bo'lmaydi. Aniqmi? Aniq. Ya o'zim bilaman, siz podpischiklaringiz normalniy bang'illatishadi. Shunaqa bo'ladigan narsa bitta riskovat qilamiz hozir. Yuqorida siz ko'rgan holat taniqli avtobloger tomonidan tasvirga olingan. Mototsikl haydovchisi tajribali bo'lishi mumkin, ammo bunday yo'llarda mazkur holatlarni sodir etish hayot uchun ancha xavfli hisoblanadi. Yaqindagina Toshkent shahrida mototsikl hamda avtomobil ishtirokida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasida esa mototsikl haydovchisi voqea joyida vafot etdi. Ayrim holatlarda ijtimoiy tarmoq faollari tomonidan o'zlari namuna bo'lish o'rniga o'zlari tomonidan bir ijtimoiy yurtdoshlarimizga bir kerakli narsani chiqarish o'rniga ayrim holatlarda ana shu nima deydi qo'pol qoidabuzar holatlarni chiqarish holatlari ham uchrab turibdi. Har bir ijtimoiy tarmoqqa chiqqan holatlar bo'yicha demak javobgarlik ma'lum. Aniqlangan holatlarga demak chora ko'rilmoqda. Bundan tashqari mototsikl haydovchilar tomonidan tungi vaqtlarda ko'proq qoida buzish holatlari ham aniqlanmoqda. Ayrim holatlarda mototsikl boshqarayotgan yurtdoshlarimizning ana shu tungi vaqtlarda mototsiklni baland ovozda boshqarish oqibatida ham shahrimiz aholisi mehmonlar tomonidan e'tiroz sabab bo'lmoqda. Tungi vaqtlarda ayniqsa shu mototsikl boshqarayotgan yurtdoshlarimiz tomonidan guruh harakatlanish, poyga uyushtirish holatlari ham bo'lmoqda. Demak, ana shunday holatlarni oldin olish maqsadida hozirgi kunda keng qamrovli profilaktik ishlar olib bormoqda. Hozirda biz Toshkent shahridagi jarima maydonchalarining biridamiz. Ko'rib turganingizdek oldimda mototsikllar turibdi. Haydovchilar to'xtatilib, ularning hujjatlari ko'zdan kechirilganida bir nafar haydovchida umuman haydovchilik guvohnomasi yo'qligi uchun va qolgan ikkita mototsikl haydovchisi qo'shimcha jihoz o'rnatganligi bois avtotransport vositalari vaqtincha saqlash uchun jarima maydonchasiga olib kelib joylashtirildi. Shoh ko'chasida harakatlanib kelayotgan vaqtimizda mototsikl harakatlanib kelayotgan ekan. Harakat davomida migalka va siren yordamida to'xtash ishorasini berdik. Ya'ni mototsikl bo'ysunmas harakatlanib ketdi. 0149 ga, ya'ni bu nomeriga o'zgartirish kiritilgan. Ya'ni ishchilarning qonun talabini bajarmasdan bo'ysunmay ketdi. Va bu mototsiklni jarimadan olib kelib ma'muriy bilan rasmiylashtirdik. Umumiy hisobida 3 ta bo'ldi. U 01770 FAM Gulishtuliga noqonuniy ovoz chiqarish moslamasi o'rnatilgani aniqlandi. Unga ham ma'muriy bilan rasmiylashtirdik. Bugun ayrim mototsikl haydovchilar tomonidan layk uchun qilinayotgan bunday harakatlar o'z joni va o'zgalar hayotini xavf ostiga qo'yishga arzimaydi. Dovudxon G'ulomjonov, Azizjon Xidirnazarov, Abdurahmon Zaripov, Ovoza informatsion dasturi uchun Toshkent.